bunday hashar bizga yarashar. Toshkent viloyatining qabristonlarini mutlaqo boshqatda ta'mirlaymiz. Zangataga ziyorat qilganimda topshiriq berdim. Tozalab, atroflariga daraxt ekib, devorlar qilib, shu yerda bir obod qilsak qabristonlarni, juda katta bizga Xudo taolo baraka beradi. Hurmatli do'stlar, qaranglar mana. Qabrlarni ko'ryapsizlar, o'tni ko'ryapsizlar, tikonni ko'ryapsizlar. Operator ham oyoqlari tikon bo'lyapti mana. Mashinaning teglarida qabrlar. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu qamishlarning orqalarida ham qabrlar. Qamishlar o'sib ketganidan qabrlar ham ko'rinmay ketgan mana. Bu tomonda ham mana qaranglar, shakalakzor. Nahotki shu Eshonqul o'g'li Rahmonqul degan insonni nabiralari yoki da farzandlari yo'q. Chunki umuman qabrlariga tilovat, demak, tilovat o'qigani kelishmasa kerak. Chunki kelish uchun birinchi topish kerak. Biz hozir 1,5 soat deganda bu Qamishzorga yetib keldik. Orqadan yetib keldik. Mana bu yerda ham qabrlar bor. Mana tasavvur qilyapsizlarmi? Xabar bo'lmaylar-ku, men o'zimni jungli kinolarda his qilyapman. Nahotki biz shunchalikka bordik. Mana qabrlarni ko'ryapsizlar. Mana Abduqodirov o'g'li Abdug'ani 100 yil, 200 yillik qabrlar emas o'zi aslida. Mana sveji qabrlar. Mana hozir bizani bolalar bu yoqqa yetib kelgani bu hali. Bu yoqqa yetib kelganimiz hali bu tomonlar hammasi qabr bu. Hurmatli do'stlar, qabristonimiz umumiy maydoni 6 gektar. Mana qarang. Mana shu do'nglik. Bu ham qabriston ko'ryapsizlar, mana qabrlar. Uni orqa tomoni ham qabriston, mana 6 gektar. Mana bu yog'i. Bu yog'i o'sha darvozagacha uni yaqinlashtirib ko'rsatamiz. O'sha yo'l. Mashina yo'lgacha. Mana bu yog'i daraxtzor soy bo'yigacha. 6 gektar. Mana qaranglar qabrlarni. Mana shu reshotkalar hammasi qabrlar. Mana ochilyapti endi. Bu yog'i chakalakzor. Hozir yoqqa tushib ketamiz bolalar bilan. Pastda botqoqlik ham bor ekan. Ya'ni loyda endi. Mana shu yotgan insonlarni ham menimcha qarindosh urug'lari tirik bo'lsa kerak, lekin demak so'nggi 5-6 yil, 10 yilda bironta inson bularning qabriga kelib tilovat o'qishmagan. Ming afsus. Hasharimiz oxirlab qoldi. Soat 8 bo'lishiga qaramasdan 5:30 da kelganmiz. Hacharoviyati cho'tki mana Yusoboddan keldi. Mana bratishkalar pechennilar bilan mehmon qotdi, baraka top. O'zing ham yedingmi? Uzo'yda keldi. Yusoboddan kelamiz, aprosto javob oldim. Mana gapimizga javob berib, muzik сказал, muzik сделал qilib keldi. Ko'kko'da bo'lishini mumkin. Uzo'yimizdan Ertalab 6 dan keyin boshlangan hasharimiz bugun soat 15 daqiqadan 9. Уже 90% bo'l. Azzaga rahmat sizga aka. Maza bo'ladi, kelinglar. O'tirmanglar. Yakshanba kuni kelinglar. O'tirgani foydasi yo'q. Mani kelinglar. Hamma kelinglar. Hamma bolalarga Qozog'istonda bo'lib, yangi farzandlardan bo'lsa Qozog'istonda bo'lsa. 10 yoshda. Samarqand viloyati Jomboy tumanidan kelganmiz. Mana kelasizmi hasharlarga? Albatta. Nasib so'rashiysizlarmi? Odam kamlik qilyapti. Xudo aytaman, nechta odam kelamizga bosgan. Qaranglar, mana apros 1700 bitta ovoz, 246 ta odam 100% boraman nasib deb yozgan. 246 ta odam yo'q bu yerda, mahalla bilan birga
Nasib bo'lsa 150 ta odam bor. Shuning uchun hurmatli do'stlar, keyingi hasharlarimizni har doim aytaman, hech kimga hech narsani majbur emas. Prosta biz shuni masshtabiga qarab tayyorgarchilik ko'ramiz. Iltimos, keyingi safar aprosda ishtirok etayotganda mas'uliyatli bo'lishinglarni so'rayman. Yana mana aytaman, hech kimga hech narsa majbur emas. Bu hammasi ko'ngillilar ishi. Yakshanba kunni hamma har xil o'tkazadi. Hasharda biz bilan birga o'tkazmoqchi bo'lganlar, aproslikda ishtirok etayotganlarga iltimos, bizni ham ovoragarchiligimizni hisobini olaylik. Chunki biz kun tartibimizni, yeb ichishimizni, suvlarimizni, dasturxonga yozadigan o'sha produktlarimizni shunga qarab olamiz, texnikalarimizni, ishni vaholanki shunga qarab hisobini olamiz. Yo'lga yangi yo'l. Bu chekka viloyatlardan kelishyapti. Tashqarida ko'rdim. Buxoro, Samarqand mashinalari turibdi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Jizzaxdan keldinglar. Voy, tashlayapsizlar. Mana hurmatli do'stlar, qabristonimizni O'rus mozori tomoniga ham yetib keldik. Oxirgi mana O'ruslarning qabrlari. Biz qaramayapmiz, misol uchun, mix bo'lgani uchun bu qabristonni 15% o'rislarniki ekan, adashmasam, lekin o'rtada zabor yo'q, anaqa yo'q. Ijodkor uxlayapti. Ijodkor. Hashar degani shuda charchab qolganlar. Indamasdan bu yoqda sheriklari uyg'otib olmaylik deb sekin ishlayaptilar. Mana qaranglar, bu qabrga ahamiyat beringlar. Mana o'tirib, gaplashib, mana qaranglar kim qo'yilgan ekan bu yerga. Smirnov VG 1942-2008-yil qo'yilgan ekan. Vladimir Grigoriy ekan. Ha, bular Grigoriy. Shu ukalarimiz shu o'zlarini shu haligi nima deydi? Shu yerda fizik ishlar, kuchlarini sinashyapti. Chunki bularni to'xtatamiz desak, yo'q aka, bizning kuchimiz ko'p, biz yoshimiz, g'ayratimiz ko'p. Mayli shu o'rislarmi, o'zbeklarmi, kim bo'lsa ham shu qabriston-ku, biz qabristonni obod qilgani kelganmiz aka. Keldikmi, keldik, qilib ketamiz, nima qildi deb shu guruh bo'lib, bu tomonda bu guruh shu tomonda ishlashyapti. Qolganlar naryoqda ishlashyapti. Mana qaranglar, suvchi bilan skameyka ham qo'yib ketgan ekan. Bundoq bir shotkalar bilan qilib, balki o'rislarda shunaqa narsa bordir, balki kelishar. Qabr tepasida ularda anaqa qilishadi, bilsanglar, bir-biriga urushtirib ichishadi. 50 xullas. Endi hammada anaqa har xil, bizda boshqacha. Bizda esa shu tilovat tushirishadi, Qur'on o'qib ketishadi, lekin Qur'on o'qib ketish uchun birinchi qabrni tepasiga topib borish kerak. Haligindagi kadrlarga ahamiyat bersanglar, meni bo'yimdan uzun qamishlarning orasidan qabrlarni izlab topdik. Bu degani, demak, u tilovat o'qish tugul, qabrni birinchi topish degani o'zi labirint bo'lyapti degan. Bu bilan hali ham o'zi kelgan. Nima bo'pti? Programmist-da? Programmist? Kim? Dizayner, programmist, kompyuter. Mana hurmatli do'stlar, ko'rdinglarmi? Dizayner, kompyuter, grafikachi. Bu yerda Jizzaxdan kelishgan. Siz kasbingiz nima? IT dasturchi. Dasturchi. Sizlar komanda. Siz nima? Konsener. Konsener ustasi, mana misol uchun. Siz nima kasbingiz sizni? Bekorchi. Bekorchi kasb egalari ham kelgan. Sizlar nima kasb egasizlar? O'qituvchi. Ana o'qituvchi, Jizzaxdan kelganlar. Siz buxgalterda pul ko'p shu bratanda hammaga. Sizchi? Dehqonmiz. Dehqon, ha, o'rishingizdan ma'lum dehqonligingiz. Sizchi? Ha? Husan? Kasbingiz Husanmi? Shunaqa ishlar davom etamiz. Alloh. ishlaganlarni kirgizish kerak edi. Boshqa tarqatasan. Agar yo'q bo'lsa, shunaqasi barqaror qilib bor ekan, mana yo'q qilib berdi. Mana yo'q qilib berdi. Mana yo'q.
Bizdan mamnunmisiz? Alloh rozi bo'lsin. Boringizga shukur. Demak, hurmatli do'stlar, har yakshanba hasharimiz bu yakshanbasi shu qabristonga nasib qilgan ekan. Hasharcha ukalarimizdan yaratgan rozi bo'lsin. Biz bu qabristonni obod qildik. Biz buni uddaladik. Hamma kelgan ukalarimizga shu meni nomimdan, bizning jamoa nomidan chuqur ta'zim. Mehnatingizga rozi bo'linglar. Xudo xolasa bizning bir shiorimiz bor. Bizning bir shiorimiz bor. Ketindan qaytara olsanglar qaytaringlar. Bunday hashar bizga yarashar. Endi oshga marhamat.